Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Toshkent Kazan Nabirejniy yili Nijniy Kamsk yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar qidiryapsizmi? Bunda bizning kompaniya aynan siz uchun seshanba, juma, shanba kunlari primoy reysi va avtobuslarimiz Toshkent avtovokzalidan jo'nab ketadi. Sizga ham xuddi shunday ishonchli narxlarda ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekrandagi ishonchli raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Bundan tashqari Toshkent, Moskva, Chipaksan, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha ham bizda qonuniy reyslarimiz dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan Primoy Moskva shahrining Kotelniki metrosigacha yetib boradi. Telegram, YouTube, Facebook, Instagram kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozib ham siz joylaringizni onlayn bron qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, ikkita monitor, ikkita kuler, zaryadchi moslamalari, bundan tashqari qishli yozda ishlaydigan konditsionerlar va o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Tanlovda adashmang, shoshiling, biletlarimiz soni cheklangan. Biz sizni kutib qolamiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.